choy ichish quvvat bo'ladi. Maşallah, maşallah. Çok güldüğüm kızım. Bereket ol, bereket ol. Hamisha azizim mukarram yurgan. Joning sog' bo'lsin. Arafa kunlari mana ertaga Arafa, Xudo xolisa, hayitdan bir kun oldingi kunni Arafa deydi. Arafa tayyorgarchilik ko'rsan qizim? Ha, inshaalloh. Chiroyli tayyorgarchilik ko'rgan hol qizim. Bora qol. Assalom mana. Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim. Ulug' ayyominglar muborak bo'lsin. Mana inshaalloh mana ertaga Arafa. Mana shu Arafa kunida niyat qilib ro'za tutsak, ixtiyoriy endi. Xohlagan odam tutadi, xohlagan odam tutmaydi, lekin tutsak savobi shunaqa ulug' bo'lar ekan, savobi azizlarim. Payg'ambarimizning hadislari bor ekan bu to'g'rida. Arafa kuni tutilgan ro'za 1 yil tutilgan ro'zani savob bilan teng degan ekanlar azizlarim mana. Arafa muborak, kelayotgan Qurbon hayitlar muborak bo'lsin azizlarim mana. Rahmat.